boshladik. Qorli dekabr kuni edi. Yangi yil ta'tiliga 1-2 kun qolgandi. Hamma hayajonlangan. Dars o'tdi. Meni qo'lim ko'rmayaptimi, Humo? O'quvchimiz direktordan xabar olib keldi. Maktabga qurollangan jinoyatchi kiribdi. Mashq qilmaganimizga qaramasdan 6-sinf o'quvchilaridan aqlliroq edik. Shuning uchun tez chiroqlarni o'chirib, derazalarni yopib, eshiklarni qulflab, o'tkir qalamlar bilan qurollandik. Hammamiz qorong'uda bu voqea Bunisi videoga olayotgani yo'q. Qulflanishdan 10 daqiqa ko'ryapmanmi? U qo'shiq aytardi. O'l, seni o'lguningcha pichoqlayman. O'l, tirik qolmaysan der edi. Shu payt sinfning yarmi yig'ladi. Qolganlari zo'r o'zini tutib turardi. Qulflanishdan 15 daqiqa o'tgach, ruhiy nosog'lom ayol zinapoyadan tepaga ko'tarildi. Bu yomon edi. Chunki biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinfda edik. Va shu payt o'qituvchimiz hushidan ketdi. Endi aniq biz halok bo'ldik. Biz zinapoyaga eng yaqin yuqori qavat sinf bo'lganimiz uchun ayol eshik oynasini sindirishga urindi. 23 bolani o'ldirishga harakat qilardi. Qanday yaqin tashlading? Ularni himoya qiladigan kattalar ham yo'q edi. Dahshatimizga u muvaffaq bo'ldi va u tashqaridan eshikni ochdi. Endi uning yuzida eng dahshatli tabassum bor edi. Albatta, omadsizligim tufayli u meni oyog'imni kesib tashladi. Oyog'imdan oqayotgan qon tufayli hushdan ketay derdim. Do'stlarim jasurlik qilib ayolni yiqitib ushlab turishgani omadim ekan. Politsiya keldi. Uni hibsga oldi. Men esa hushimni yo'qotdim. Men kasalxonaga tushib eng yomon bayramni o'tkazdim. Ayol sinfdoshlarimni ham pichoqlagan ekan. Ular ham kasalxonaga tushdi. Yaxshiyamki hammamiz omon qoldik. Ayol 30 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Eng katta burilish shundaki, o'qituvchimiz ayol bilan do'st bo'lib, bizni o'ldirish uchun yordam bergan. Bu shuni anglatadiki, o'qituvchimiz hushidan ketib, Shuni men ko'rgandik-a? nishonga olib bergan ekan. O'qituvchimiz 15 yil qamoq jazosiga hukm qilindi.